عيد في غزة. هيك بلش صباح أول يوم عيد في غزة. Qarang, bu qizaloqlarning bayram bezaklariga. Ular Ramazon oyini tugatib, Eid al-Fitr bayramini nishonlashga mana shunday tayyorgarlik ko'rishgan edi. Biroq bu quvonchli kun G'azo aholisi uchun fojia bilan yakunlandi. Isroil armiyasi Xon Yunusda bayram uchun kiyingan holda o'ynab yurgan bolalarga zarba berdi va kamida 15 falastinlik bolaning umriga zomin bo'ldi. Bayramning birinchi kunida jami 70 kishi halok bo'ldi. Ularning aksariyati ayollar va bolalar edi. Qotilliklar bayramning ikkinchi kunida ham davom etdi. Bu esa G'azo aholisi uchun Eid al-Fitr bayramini motamga aylantirdi. Odamlar yaqinlarini yo'qotdi. Ko'pchilik vayron bo'lgan uy-joylar orasida boshpana topishga majbur bo'ldi. Bolalar bombalar ovozi ostida ulg'aymoqda. Ularning kelajagi esa tobora mavhumlashib bormoqda. 2025-yilning birinchi haftasida G'azoda 74 nafar bola halok bo'ldi. UNICEF'ning ma'lum qilishicha, Isroilning tungi hujumlari natijasida, jumladan xavfsiz zona deb hisoblangan Al-Mavasi hududida ko'plab bolalar qurbon bo'lgan. G'azo shifoxonalarida joy yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Ko'pchilik jarohatlanganlar oddiy dori-darmon yetishmovchiligi sababli halok bo'lmoqda. G'azo Sog'liqni saqlash vazirligi 80% shifoxona va tibbiy muassasalar ishdan chiqqanini e'lon qildi. Davolash uchun zaruriy dori-darmon, suvsizlanishga qarshi vositalar va hatto jarrohlik amaliyotlari uchun anestezik moddalar ham yetishmaydi. Jarohatlanganlar ko'pincha hech qanday tibbiy yordam ola olmaydi. Shifokorlar esa elektr ta'minoti va dori vositalari yetishmovchiligi sharoitida ishlashga majbur bo'lmoqda. G'azo ahli mana shunday qiyinchiliklar bilan kurashayotgan bir vaqtda Isroil mudofaa vaziri Israel Katz G'azoda harbiy operatsiyalarni kengaytirish rejasini e'lon qildi. Bu esa hududdagi zo'ravonliklarning yanada kuchayishiga olib keldi. Xon Yunusdagi so'nggi havo hujumlari natijasida homilador ayol va bolalar hamda butun oilalar halok bo'ldi. BMTning xabar berishicha, Isroilning bombardimonlari natijasida so'nggi oylarda 30 mingdan ortiq falastinlik halok bo'lgan. Ularning katta qismi ayollar va bolalardir. G'azoda oziq-ovqat tanqisligi avj olgan. Inson huquqlari tashkilotlari bu holatni genotsid deb baholamoqda. BMTning insonparvarlik ishlari bo'yicha koordinatsiyasi idorasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, G'azoda oziq-ovqat inqirozi misli ko'rilmagan darajaga yetgan. G'azo shimolidagi aholi ochlikdan azob chekmoqda. Xalqaro tashkilotlar bu yerga gumanitar yordam yetkazishga urinmoqda. Biroq Isroil kuchlari ko'plab yuklarni o'tkazmayapti. UNICEF va Jahon oziq-ovqat dasturining ma'lum qilishicha, ba'zi bolalar ochlikdan halok bo'lish xavfi ostida qolmoqda. BMTning xabariga ko'ra, G'azoda 1.7 million kishi o'z uyini tark etishga majbur bo'ldi. Ko'pchilik oddiy chodirlarda yashamoqda. Suv va sanitariya sharoitlari yo'qligi sababli epidemiyalar tarqalish xavfi oshgan. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti ogohlantirishicha, agar yordam yetkazish yo'llari ochilmasa, minglab odamlar ochlik va kasalliklardan halok bo'lishi mumkin. Isroil armiyasi so'nggi kunlarda G'azoning shimoliy va janubiy hududlarida yangi operatsiyalar boshladi. G'azo aholisi Xon Yunus va Rafah tomon qochishga majbur bo'lmoqda. Biroq bu hududlar ham bombardimon qilinmoqda. Isroil mudofaa kuchlari keng ko'lamli operatsiyalarni davom ettirishini e'lon qildi. Bu holat G'azo aholisining qanchalik og'ir ahvolda qolganini ko'rsatmoqda. Bayram ular uchun yana bir motamga aylandi. Xalqaro hamjamiyat esa davom etayotgan qirg'inga qarshi yetarlicha chora ko'rmayapti.